O'yin noutbuklarini ko'rmaganimga ham ancha bo'libdi. Yaqinda o'zi Rossiya ham yangi chiqayotgan o'yinlarni o'ynamoqchi bo'lib yurgandim. Va bugun Asus'dagilar menga mana bunday kuchli va o'yinlar uchun moslangan noutbuk yuborishibdi. Bu chiroyli ovoz qayerdan chiqyapti deb so'rasangiz, mana bu yerdaman. Bu videoda biz noutbuk bilan yaqinroq tanishamiz va men o'yinlar uchun qanday noutbukni tanlashimni ham bilib olamiz. Bu yil bizga Asus ROG Strix seriyasidan naqd ikkita noutbuk taqdim etishdi. Biri ROG Strix G16 bo'lsa, ikkinchisi G18. Ikkalasini ham ko'rsatishlari va tashqi ko'rinishi bir xil. Farqi esa faqatgina displeyda. Sezganingizdek, G16 16 dyuym bo'lsa, G18 esa 18 dyuym. Ko'rinishi noodatiy. Dizayn yaratilish jarayonida Asus'dagilar avtopoygalardan ilhomlanishgan va noutbuk rostdan ham tezkor poyga mashinalariga o'xshab ketadi. Klaviaturalari to'liq RGB chiroqlarga ega. Klaviaturani o'zi esa nampadlar bilan to'liq ko'rinishda. Ko'p foydalanadigan klavishlar eng tepada alohida joylashtirilgan. Uning yana bir yangiligi esa overstock texnologiyasi. Endi siz klaviaturani to'liq bosguningizgacha u buyruqni tezroq bajarib bo'ladi. Rapid triggerga o'xshashroq funksiya desa ham bo'ladi. Noutbuk pastki panelida ham yorituvchi liniyali RGB chiroq o'rnatilgan. Uni klaviatura va boshqa ROG aksessuarlari bilan sinxron sozlasangiz bo'ladi. Interfeyslarni esa ko'rishingiz mumkin. Ethernetdan tortib USB Type-C gacha barcha kerakli slotlar bor. Aytgancha, zarurat bo'lsa, uni Type-C orqali ham zaryadlashingiz mumkin. Umuman noutbuk ko'rinishi 25-yil uchun juda ham modniy. Dizayn detallari ko'p emas, teksturalari ham minimalistik qilingan. Ayniqsa menga burchak qirralari, tekisligi ko'proq yoqdi. Display ROG Nebula 2.5K. Tomonlar nisbati 16 ga 10. Yangilanish tezligi 240 Hz. Javob vaqti esa 3 millisekund. Ranglar qamrovi 100% DCI-P3. O'yinlarda yanada silliq FPS bo'lishi uchun Display G-Sync funksiyasini qo'llab-quvvatlaydi va unda yana quyidagi sertifikatlar ham bor. 240 Hz lik noutbuk bizda birinchi marta va video davomida uni o'yinlarda ham test qilib ko'ramiz. Qolaversa, unga ACR texnologiyasini ham biriktirishgan va bu men uchun ham yangilik. Aytishlaricha, bu texnologiya, ya'ni Ambient Contrast Ratio, ikkita plyonkadan iborat bo'lib, aks qaytarishini kamaytiradi va qorong'u sahnalarda yoki quyosh nurlarida o'ynashingiz uchun ancha qulay bo'ladi. Undan tashqari esa ko'rish burchagi va kontrast keng bo'lganligi sabab tasvir tiniq, yarki va realistik bo'ladi. Endi esa kapot ichiga nazar solsak. Mashinamiz motori Intel Core Ultra 9 275HX. Video karta esa 16 GB RTX 5080. Aytishlaricha 2025-yildagi barcha premium Asus noutbuklari RTX 50 seriyadagi video kartalar bilan chiqarilar ekan. Xabaringiz bo'lsa, 50-seriya Nvidia'da eng oxirgilardan hisoblanadi. Ularda eng asosiy yangiliklar bu DLSS 4, kadrlar generatsiyasi va hokazo. Bo'lib qoldi. Va hokazo. Statistika bo'yicha o'yinlar va ijod uchun noutbuklar 2-3 yillardan keyin yangilanadi. Hozir asosan ko'plab noutbuklar RTX 30 seriya bilan jihozlangan. Agarda siz 30 dan keyin darrov 50 seriyasiga o'tsangiz, ishlash tezligi deyarli 2 barobargacha oshadi. Bu gap rostmi yoki yo'q? Video oxirida render testlarimizdan bilib olasiz. Asosiy xotira 2 TB SSD va agar xohlasangiz yana bitta SSD o'rnatishingiz mumkin. Tezkor xotira esa 64 GB gacha bo'ladi. Va agar xohlasangiz bemalol noutbukni hech qanaqa servislarga bormasdan upgrade qilsangiz bo'ladi. Bu mana bunday qilinadi. Hammasi juda oson. Akkumulyatori esa 90 Wh/soat. Bu bilan uzoq vaqt davomida bemalol videolar ko'rishingiz va web surfinglar qilishingiz mumkin. Audiosiga kelsak, u Dolby Atmos va Hi-Res audioni qo'llab-quvvatlaydi. Qolaversa, u intellektualni kuchaytirgich va ikki tomonlama shovqinni kamaytiruvchi texnologiyalarga ham ega. L80 ni test qilishga sabrim chidamayapti. Keling tezroq o'yin testlariga o'tsak. Undan oldin esa benchmarklar bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Keling testlarni men dabdala o'ynaydigan PS2 dan boshlasak. O'yin jarayonida qotish va laglar sezilmadi.
Notebook o'rtacha sozlamalarda 300-350 FPS ko'rsatmoqda. Dota'da esa FPS mana bunday. Bu esa Marvel Rivals. O'yinni birinchi marta o'ynab ko'rishim. Agar sizlar o'ynamagan bo'lsalaringiz, tavsiya beraman. Barcha Marvel qahramonlari bir o'yinda jamlangan. FPS esa o'rtacha 400 atrofida. Va hammamiz, ammo men emas, sevgan PUBG'ning Steam versiyasi. FPS esa maksimum 300 gacha chiqmoqda. Men sizga aytsam, RTX 5080 o'zini kutilgandan-da yaxshiroq ko'rsatdi. Lekin bu notebook nafaqat o'yinlar, balki qiyin montaj, 3D ishlash uchun ham to'g'ri keladi. Siz ko'rib turgan videoni biz ushbu notebookda render qilib ko'rdik. 7 daqiqalik videoni bu notebook 13 daqiqada render qilib berdi. Testlar davomida qanaqadir shovqinlar yoki kuydiradigan darajada qizishlar sezilmadi. Bunga sabab notebookdagi yangi bug'lanish kameraga ega bo'lgan sovutish tizimi. Yangi o'ylab topilgan arxitektura sabab notebook o'zini ancha sovuq ushlay oladi. Oddiy qilib tushuntirganda, bug'lanish kameralari butun ona platani o'rab olgan bo'ladi. Uning atrofiga, ya'ni ustki va pastki qismiga esa radiator qovurg'asi joylashtirilgan. Xuddi sendwich kabi. Bunday yechim aynan ROG Strix notebooklari uchun ancha samaradorli va notebookni kompaktniroq ko'rinishga yordam beradi. Kamiga notebook ichidagi 3 ta ventilyatorlarga changlardan himoyalash uchun filtrlar ham o'rnatilgan. Umuman notebooklarda eng katta muammo, ya'ni qizish va shovqinlar ham bu notebookda ancha kamaytirilgan. Xullas, shunaqa gaplar. Menga notebook yoqdi. Qaniydi unidagi где-то 5-10 ming dollar atrofida oylik berganlarida men o'zimga ROG Strix 18 ni xarid qilgan bo'lardim. Gap o'yinlar haqida ketsa, albatta katta displey juda ham qulay. Siz qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Notebook haqida esa batafsil ma'lumotlarni video ostida topishingiz mumkin. Ha, aytgancha, yana sizga kengaytirilgan garantiya, ya'ni Asus Perfect Warranty haqida ham aytib bermoqchiman. Notebookni sotib olgan kuningizdan boshlab, agar uni tushirib yuborsangiz yoki klaviaturasiga suv to'kilsa yoki qanaqadir yana siz tomonidan zarar yetkazilsa, Asus bir martalik remontini qoplab beradi. Buning uchun siz notebookni aynan 2025-yil 1-yanvardan boshlab xarid qilgan bo'lishingiz, Asus akkauntingiz bo'lishi va uni ushbu sayt orqali 90 kun ichida ro'yxatdan o'tkazgan bo'lishingiz kerak. Bu garantiyadan albatta foydalaning. Ro'yxatdan o'tish uchun havola esa video ostida bo'ladi. Bu esa paka-pakada sizlar bilan men Sitora bo'ldim. Hammaga